Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah. Abduvali Sayid. Korrektor Abduvali Sayid. Bat va muqovil loyihalaguvchi A. Aqxon. Ikkinchi bob Allohni tunish haqida. Shubhisizki, insonning Allohni tunish va Alloh oldidagi insonlik burchini ado qilish mas'uliyati koinotning navbatdagi qurilmada yorilishidagi maqsadlardan biridir. Muntazam sistema va qonuniyatga ega bu koinotning mavjudlik dunyosida qad ko'tarib turishi asla maqsadsiz va g'oyasiz bo'lmagan bo'lib, koinotning barliqqa kelishining bir sababi, nishoni bo'lishidek bu reallik inson aqliyatini tabiiyla uning koinotda nima uchun mavjud ekanligini bilishdak cho'ng tugunni yeshib tashlashga undab keldi. Ko'pchilik insonlar Allohni tunishdan iborat har bir inson tabiatida bor bo'lgan tug'ma ong turtkisida o'zlarining har xil jins, tur va tabiqalarga ayrilishiga qaramay, Allohning mavjudligidan iborat bu buyuk haqiqatga yetish, isbotlash hamda suzuk va qaynoq ruhiyatlardagi uning mavjudligiga doir bu tug'ma ongni aqlning qabulligiga erishtirish yo'lida tinimsiz harakat qilib keldi. Bu yo'lda yuraklar so'qishdan to'xtamadi, fikrlar tinchimadi. Shu sabab Alloh haqidagi izlanishlar insonlar aqliyatini tinimsiz g'idaqlab kelgan masalalardan biri bo'lib keldi va kelmoqda. Aql orqali o'zga jonliqlardan farqqa ega bo'lish insonning tipik xoslik sanalgan bo'lsa, bilish insonlar orasidagi aql bilan nodon orasini farqlantirib turuvchi fasil bo'lib keldi. Bilish, ya'ni ma'rifat mavjud bo'lg'achqa, haqiqat bilan safsata, yaxshilik bilan yomonlik, hidoyat bilan zalolat orasi ayrildi. Xuddi qorong'ulik bilan yorug'lik misoli, jaholat hamisha qorong'ulikning, bilish bo'lsa yorug'likning, umidning, ulug'vorlikning va yuksaklikning simvoli bo'lib keldi. Bilmak kerakki, bilish inson aqlining eng aqalli va zarur bo'lgan ehtiyoji va talabidir. Ma'rifatlik bo'lish, qanoat va qoyillik hosil qilish bo'lsa, qalbning ozuqi va energiyasidir. İnsan o'zidagi ana shu energiya va idroki bilan barcha mavjudotdan farqlanib turadi va bu asosda o'z xosligini namoyon qilib turadi. Chunki insondagi idroki quvvatning avvalgi ehtiyojlaridan biri haqiqatga yetish bo'lib, inson tabiatida yer olgan bu quvvat faqat bu ehtiyojni qondirish orqali o'z rolini joriy qildira oladi. Ana shu vaqtda inson hayotining huzuri va qimmatining tegi-taktiga, mohiyatiga yeta oladi. Shay'lar qimmat, ulug'liq va muhimlik jihatda darajaga ayrilganidek, bilishning qimmat va muhimlik jihatdan darajasi bor. Muhimlik va qimmat darajalarini farq etgan va bu farq asosida kamolat izlagan inson haqiqiy dono insondir. O'zini hayotda faqat yeb ichish, farog'atlik yashash, ko'ngil echish uchun kelgan jonliq sifatida qarab hayot kechirayotgan kishi bilan o'zining hayotga kelishining asli manbasini bilib yashayotgan kishi o'tirsida, o'zining kelgusi oqibatini qorong'ulik va yo'qolishdan boshqa emas deb qaragan kishi bilan har shayning boshlanishi bo'lganidek, oxirlashining bo'lganligini, boshlanish behuda bo'lmaganidek, oxirlashimi behudalikdan xoli ekanligini, insonning dunyo ekizorligiga tikkan har bir tal urqi yoki ziroatining husulini oladigan payti va vaqtining cho'qib yetib keladiganligini anqarib yashagan kishi o'tirsida osmon zamin farq bor. Bu masalada ko'pchilik aqllarning fikrlari birdaklikka ega. Bu nuqtadan inson uchun eng oldi bilan bilishi zarur va muhim bo'lgan narsa nima degan savolga eng zarur bilishini Allohni tunish va bilish deb javob bera olamiz. Chunki insonga uning hayotga nima uchun kelishidan boshlab, nima qilib yashashi hamda qanday qilib haqiqiy baxt saodatga ega bo'lishigacha bo'lgan barliq tugunlarning yechimi, savollarning javobi Allohni tunish va uni bilishdan boshlanadi. Hayotga ma'no izlash va mavjudiyat sir asrorlariga cho'kishdagi tunji qadammi Allohni bilishdan boshlanadigan bo'lib, Haq taoloni bilmak insonga haqiqatni bilishning yo'lini ochadi va bu yo'l tomon yetaklaydi. İnsanlıqның mavjudluqdagi martabasini bilish Allohni bilishdan kelganidek, Allohning mavjudluqdagi martabasini bilishmi insonning o'zini tunishidan kelgan. Bu jihatdan insonning Allohni tunishi bilan insonning o'zini tunishi chambarchas bog'langan. Danishmanlarning o'zini tunigan Rabbini tuniydi degan hikmatidan dal mushu nuqtalar chiqish qilingandir. Darvaqa o'zini tunish degan bu iborada ma'no jihatdan insonning o'zining fiziologiyalik va yoki biologiyalik qurilmasini bilishini ko'zda tutilmayotganligi nihoyatda aniq. Chunki inson aqliyatining samarasi bo'lmish ilm-fan bu vaqtdagi tafsilotlarda kishilarni xalili ma'lumotga ega qilib bo'ldi. Ondaqda bu yerdagi o'zini tunish degandan zodi nima ko'zda tutilgan? Bu yerda ko'zda tutilayotgani insonning tashqi yoki moddiy qismiga doir tunish bo'lmasdan, balki insonning asli kelish manbasini, mavjudlik olamidagi kimligini, o'rnini va qimmatini tunish ko'zda tutilgandir. Shunga inson bo'lish sifatimiz bilan o'z-o'zimizga shunday savol tashlag'imiz keladiki, ey inson, sen zodi kim?
Tarixdan beri insonlar o'zining mohiyati va haqiqatini bilish yo'lida barliq tirishchiliklarni ko'rsatib keldi. Aql ishlatdi, tafakkur va izlanishlarni to'xtatmadi. Ular aqliy yo'l orqali o'zining haqiqiy mohiyatini bilib yetishga, o'zining tabiatini bilib chiqishga uringan bo'lsa-mu, yuqorqi savolning haqiqiy mohiyatli javobiga erisha olmadi. Ammo ular shaksiz jazm qilgan narsa shu bo'ldiki, ular o'zini o'zi yaratgan emas, balki ularning o'zlari yaralgan. Ular yana o'z haqiqatini bilishga urinish yo'lida o'zlarining bu cheksiz koinotdagi barliq shaylar ichida alohida farq va imtiyozlarga ega mavjudlik ekanligiga qanoat hosil qilishdi. Ammo bu yanada yuqorqi savolning mohiyatli javobi bo'lishga yetarli qilmaydi. Chunki insonning o'zining kelish manbasini bilmay turib, bevosita o'zini bilishi mumkin emas edi. O'zini tunish bilan Allohni tunish o'rtasidagi munosabat mana bu nuqtaga kelganda tugunning yeshimi, tepishmoqning javobi bo'lib keldi. İnsan o'zining yaratquchi emasligiga qanoat hosil qilgan ekan, albatta o'zining yaratilg'uchi ekanligiga qanoat qilishi cho'qim. Ammo bu qanoat cho'qim dalil isbot asosida bo'lishi kerak. Ya'ni u yaralishi orqasidagi kuch-qudrat egasini tepib chiqishi, qayerdan kelganligini va kim tarafidan yaralganligini dalillashi lozim. Shuningmi, insonning o'zini bilishi Allohni bilishiga elib borsa, Allohni bilish insonga uning kimligi, hayotdagi roli, qimmati va majburiyati qatorliqlarni bilishga elib boradi. Ma'lumki, inson vujudiyati xuddi Imom G'azali tasvirlagandek jismoniy vujud va ruhiy vujuddan iborat ikki xil tabiatga taqsimlangan. İnsandagi yeb ichish, rohat farog'atlik yashash, shahvat, lazzat qatorliqlarga bo'lgan ehtiyoj tabiati uningdagi jismoniy vujud tabiatiga vakillik qilsa, uningdagi ruhoniy tabiat samoviy dunyoga bo'lgan rag'bat, poklik va odimiylik, qadr-qimmatga ega bo'lgan intilish, go'zallik va yuksaklikka bo'lgan qiziqish, aql va qalb taqozzolari uchun kurash qilish, hurlik va abadiylik tomon chiqish yo'li izlashga o'xshash alohidaliklar uni haqiqiy inson qilib turgan odamiy va ruhiy vujudga ega ekanligini ilgari surdi. Bu xil tabiatni yana aqliy vujud, ma'naviy vujud degandek nomlar bilan atash mumkin. Shunisi aniqki, bugungi kunda insondagi jismoniy ehtiyojning moddiy jihatdan qondirilganligi allaqachon oddiy savodga aylanib bo'ldi. Biroq insonning ruhiy pokligi, aqliy takommulligi va odamiylik tabiati talab qiladigan ma'naviy ehtiyojdir. Tabiiyki, bu ehtiyoj faqat birli yo'l orqali qinishi mumkin. U bo'lsa-mu ilm ma'rifat yo'lidan iborat. Albatta, bu yerdagi ilm ma'rifatdan eng ulug' va sharafli bo'lgan Allohni tunish haqidagi ilm ma'rifat asosiy o'rinda. Ustoz Ibrohim Al-Bahiy bu vaqtda mundaq deydi: Har birimizning jismoniy va ruhiy ozuqi bor. Shunday ekan, har birining o'z ahvoliga munosib ozuqlanishi, jismoniy vujudning jismonicha, ruhiy ozuqning ruhchi bo'lishi zarur. Jismoniy vujudning ozuqiga kelsak, bu xil ozuqning Xudoning bizga yer yuzida yeyishga bekitib bergan ne'matlar ekanligiga qilsig'maydi. Ammo ruhiy ozuq masalasi bu alohida bo'lib, ruhning ozuqi va g'azosi Allohni bilishdir. O'sha bu ilm ma'rifat doirasiga yana insonning mavjud bo'lishidagi g'oyani tunish, inson mavjudligining nimani manba qildiganligini tunish, inson o'z-o'zidan bar bo'lib qolganmi yoki uni yo'q holatidan bar holatga keltirgan bir kuch bormi? Bar bo'lsa, u kuch qaysi deganlarni tunish. Shundaqla insoniy hayotdagi rolini tunish va yer yuzida mavjud bo'lishidagi sir hikmatni bilish qatorliq asosiy bilim ma'rifatlarga kiradi. Halbuki inson bu xil bilim ma'rifatni tugal o'zining tirishchiligiga tayanib hal qilib ketolmaydi. Shunga mazkur ma'rifat ehtiyojni faqat birli manbadan qondirish mumkin. U bo'lsa-mu din, ya'ni diniy aqidadan iborat. Diniy aqida dal mazkur ma'rifatning asl koni va buluqidir. İnsan muhtoj bo'layotgan bu ma'naviy g'izoning diniy aqida ekanligi haqida mutafakkur olim ustoz Abbos al-Aqqad mundaq deydi: İnson tabiatidagi e'tiqodiy ochliq go'yo oshqozonning taomiga bo'lgan ochliqiga o'xshashdir. Biz shuni muayyanlashtiramizki, ruhmu tan och qolgandek och qoladi. Xuddi tanning g'izo talabi bo'lganidek, ruhning g'izo talabi bor. Bilish lozimki, zarur ilmlar ichida oldi bilan Allohni tunish ishqa oshmay turib, bu vaqtdagi qoldi bilim ma'rifatlarning qanoatlanarlik bilish va mukammal javob bilan tugallanishi mumkin emas. Shuni takrorlaymizki, inson va uning atrofini o'rab turgan barliq tugallarning yeshimi, shundaqla mavjudlikdagi barliq shaylarning nima uchun mavjud ekanligini tushunishning yo'li oldi bilan Allohni tunishdan boshlanadi. Allohni tunish bu yo'lning tunji qadami va muqaddimasi bo'lib, Allohni bilishning zarurligi va zaruriyati mana shuningdandir. Undaqda bu yerdagi Allohni bilishdan qandoq bilish ko'zda tutilgan? Shubhasizki, bu yerda Allohni bilish deganlik abstrakt holda Xudodan iborat bir mavjudiyatning borligini yuzaki bilib qo'yishni yoki shu vaqtda nazariyaviy ma'lumotlardan xabardor bo'lib qo'yishni va yoki shaxsda bu vaqtdagi ma'lumotlar asosida muayyan qarashdan tiklanishni ko'rsatmaydi. Bu yerdagi bilish jaholatning qarama-qarshisi bo'lgan to'g'ri bilishni amalga oshirishdir.
Bu xil bilish shay'iylar haqida obyektiv ma'lumotga ega bo'lishdek yuzaki uqumdan kuchli bir ma'noga ega bo'lib, bu yerdagi bilish hech qanday shak yoki gumon aralashishga yo'l qo'ymaydigan tarzdagi keskin e'tiqod holatidagi bilishdir. Bilish uqumi istilohda sohalar aro bir qancha ma'nolarda ishlatilsa-mu, ammo u metafizika ilmi babida bo'libmi aqida ilmi babida o'ziga xos uqumga ega. Buyuk olim Allama Muhammad Ali Tahanaviyning qayd qilishida bilish uqumi aqida olimlar istilohida shak aralashmagan holatda e'tiqodga aylangan bilish maqsad qilinganligi ko'rsatilgan. Demak, Allohni bilish deganda Allohni talabga uyg'un ravishda dalil isbot asosida tunish va bu tunishdan hosil bo'lgan ma'rifatni e'tiqodga aylantirish maqsad qilingandir. Allohning mavjudligini bilishning yo'li va ahamiyati. Allohning mavjudligini bilishning yo'llari intayin ko'p va sanab tugatgusizdir. Qaraydigan bo'lsak, yaratquchini tunutadigan hamda insonni uning huzuri tomon ilib boradigan yo'l va yetakchilar u qadar ko'pki, uni ma'lum doira bilan belgilab qo'yg'ili yoki chaq qo'yib bekitib qo'yg'ili bo'lmaydi. Chunki bu g'oyat zo'r kang koinotda sanab tugatgusiz shay'lar mavjud. Biz ulardan qaysi biriga nazar tashlamayli, uningda Allohning mavjudligiga doir dalil isbotlar, ishorat alomatlar tepilib turdi. Olimlar aytganidek, biz tashqi sezgular va ichki tuyg'ular orqali his qilayotgan va idrok qilayotganligi barliq shay'lar Allohning mavjudligiga, qudratiga, ilmiga va boshqa jismiy sifatlarga guvohdir. Konkret qilib aytganda, Allohni bilishning yo'llari maxluqotlar soni qadar, hatto uningdan ko'p desak, mubolag'a qilgan bo'lmaymiz. Chunki tabiat dunyosidagi qandoqli shay'ga boqmayli, uning mavjudligini ikki xil nuqtadan ko'zatish mumkinligini ko'ra olamiz. Buning biri shay'ining zoti, hajmi, tabiati va koinotdagi o'rni nuqtasidan ko'zatish. Yana biri shu shay'i bilan uning mavjudlikka kelishining sababi, ahamiyati, kelib chiqishi va rus bijirim bo'lishi o'rtasidagi munosabatni bilish nuqtasidan ko'zatishdir. Tabiat dunyosidagi shay'lar avvalgi nuqtadan ko'zatilganida, bu xil ko'zatishga mahir har soha bilim egalari hamda ilm-fan mutaxassislari konkret ilmiy natijalarni qo'lga keltira oladi. Navoda buni ikkinchi xil nuqtadan kuzatganda bo'lsa, bu xil nuqtadan tadqiq qilingan har qanday bir shay'da Allohning mavjudligining iznalarini, alomat va dalil isbotlarga ega bo'la oladi. Shunga olimlar bu vaqtda so'z qilganida Allohning mavjudligi haqidagi dalillar shay'larning hammasiga chechib o'tilgan deyish orqali Allohni bilish yo'lining ma'lum qilib yoki ramka bilan doiralanmaydiganligini va yoki ma'lum chek bilan cheklanib qolmaydiganligi, aksicha har bir shay'da yaratquchining yaratganligiga doir iznlarni topqili, uning mavjudligini dalillab chiqqili bo'lganligini ta'kidlab kelmoqda. Bu vaqtda ustoz Abdurahmon Habannaka al-Maydani mundaq deydi. Alloh taolo o'zining mavjudligiga shohid bo'lg'uchi dalillarni koinotdagi har bir shay'iga chechayotgandir. Danishmanlarni ilib aytsak, ular har qatim hikmat va mahorat iznalariga to'lgan o'sha bu kangri koinot haqida o'ylanganida yaratquchini ko'rsatadigan yangi dalillarni bayqab olalaydi. Avamni ilib aytsak, avammo yaratquchining mavjudligi, yeganaligi va buyukligiga doir o'zining o'y fikri va ilmiy saviyasiga mos dalillarni topalaydi. Aqlmi o'ylanish natijasida mazkur haqiqatga yetib qolmay, balki texmo inchika va cho'nqur dalillarga erisha oladi. Faylasufmi tinmay tadqiqot ilib borganida va tafakkur qilganida mahoratli yaratquchining mavjudligini jakarlamay turolmaydi. Yana kelib buni faylasuf bir qadar cho'nqur, shay'larning sirlariga, cho'nqurliqlariga sho'ng'ib kiralaydigan falsafaviy inchiqlikka to'lgan dalillar saviyasida jakarlaydi. Tajribachilik metodi asosida tadqiq qilguvchimi o'zining har bir muvaffaqiyatli tajribasida moddaning kelib chiqishida haqiqatanmi xohlaganini qila oladigan, hammani bilguchi, iroda qilguvchi va hammaga qodir bir yaratquchi bilan bog'lanish ekanligini bayqab chiqa oladi. Har qanday pishqan mutaxassismi o'z sohasidala qalbining cho'nqur qatiga qanoat bag'ishlaydigan talay dalillar bilan yuzlasha oladiganligi muqarrar. Sog'lom fitratiga quloq solgan kishini ilib aytsak, umi o'zining suzuk fitrati, pok vijdoni soyasida hech bir o'tkansizlar koinotni yaratgan ulug' bir Tangrining borligini bilalaydi va buni asonla ko'nglida his qila oladi. Buningda shunda xulosa qilalamizki, koinotdagi har bir shay'ida o'zining mavjudligi va mukammal sifatlariga ishoratlovchi dalillarni bekitgan Alloh pok va muqaddasdir. Allohning mavjudligini bilish yo'llari garchi ana shundoq san-sanoqsiz bo'lsa-mu, ammo zo'r ko'pchilik insonlarning Allohning mavjudligini tug'ma sog'lom tabiatga qaytish, aql-farosat, tabiat hodislarini kuzatish va samoviy kitoblardagi bayonlarga murojaat qilish orqali bir qator aqliy va ilmiy maslak, yo'l hamda metodlar asosida dalillab va aqida qilib kelganligini ko'ramiz. Xuddi ustoz Shayx Muhammad G'azali aytganidek.
Allahni bilish har bir inson tabiatiga o'rnagan xususiyat bo'lib, Allohdan iborat bu muborak nom har tilda, har millatda, har ig'izda tunishliq iste'molga aylanib ketgandir. Shunlashqami yuraklar va aqllar o'sha bu haqiqatni izlashdan hech qachon bo'shashib qolgan emas. Ma'lumki, Allohni bilish tabiatidan iborat bu fitrat inson uchun uning sap yengida yerlashgan tug'ma tabiatdir. Mazkur tabiatdan balqigan Allohni to'yish va uni tunish tuyg'usi bo'lsa, tarix davomida har davr insonlarining moddiy va ma'naviy hayotidan ayrilmay keldi. Shuni muayyanlashtirishga bo'ladiki, Allohning mavjud ekanligi haqidagi aqida insonlar jamiyatida keskin va izchil holatda mavjud bo'lib keldi. Alayliq har asrda o'z davrining peshvolari sifatida tunilgan har soha mashhurlar, donishmandlar, faylasuflar, tabiatshunoslar bo'lib, hammasi degudek ilohning mavjudligi haqida aqliy izlanishlarni elib bordi va bu vaqtdagi yakunlarni o'ttirg'a qo'yib keldi. Qadimkilarning ahvoliga nazar tashlaydigan bo'lsak, ular ilohni yaratquchi, birinchi aql, vojibul vujud, sabablarning sababkori qatorliq xos atalg'ular asosida o'z tasavvuridagi ilohni taraflab chiqishdi. Keyingilar va hozirgi zamon bilim egallarimi bu xususda tabiat dunyosi hamda koinot va insoniyatning fizikalik va biologiyalik qurilmasi haqidagi ko'zatishlar bo'yicha Xudoning mavjudligi haqida talay isbotlarni huzurimizga sunib kelmoqda. Shundaqla Xudoning o'sha bu qudrat va buyukligiga aloqador har xil tasavvur va bayqashlarni o'ttirg'a qo'ymoqda. Hatto bu xususda Alloh ilm-fan davrida parlamoqda, ilm-fan iymoniga chaqirdi, ilm-fan tavhidga chaqirdi degan shuarlarmi allaburun maydonga kelib ulguribmi bo'ldi. Halbuki aqliy izdanish natijalari Allohning haqiqat ekanligida bu asosiy prinsipni ilmiy va qanoatlanlik javobga ega qilgan bo'lsa-mu, ammo ular masalaning taqozosi, negizi bo'lgan Xudo haqidagi tafsilotlar, Xudoning koinot va inson bilan bo'lgan aloqasi, Xudoning koinotni barpo qilishi va uningda insonni vujudga keltirishdagi g'oyasi, insonning hayotlikdagi o'rni, nishoni qatorliqlarni belgilab chiqish, shundaqla Xudo va inson orasini bog'lashdagi qoida-qonun, usul arkonlarni muvozanatlik yuzunda qurib chiqish, kelajak haqidagi metafizikalik tafsilotlarda ishonchli ma'lumot berish qatorliq jihatlarda putqo'li kishanlangan tutqun misoli chorasizlikni davomlashtirib keldi va kelmoqda. Muhimi, Xudoning mavjudligidan iborat bu e'tiqod qadimdimi, hozirdimi zo'r ko'pchilik insonlarning izdanish va ahamiyat berish obyekti bo'lib keldi. Darvaqa, bu masala insonlarning kishilik va ijtimoiy hayotiga muhim ta'sirlarni elib kelgan bo'lib, buningdan Allohning mavjudligidan iborat inson vujudidagi bu ongning odamzod uchun sal chaqlog'siz ta'siriga ega ekanligini yakunlab olish tas emas. Shunisi aniqki, tarixdan beri ma'lum bir ilohga cho'qinish hodisasi izchil davomlashib kelgan bo'lsa-mu, ammo har qaysi e'tiqod yoki din ahli Allohning mavjudligidan iborat bu haqiqatni haq dodiga yetkazib qadrlagani yo'q. Ulardan ba'zilari xurofotlikni ma'rifat, safsatini haqiqat sanab, turli sun'iy ilohlarga cho'qilgan va uni haqiqiy Xudoning o'rniga dasatgan bo'lsa, yana ba'zilar o'zidagi kibr, tamanna, havoyi havaslarni qalqon qilgan va bu qalqonni haqiqatga qarshi isyankorlik quroli qilgan holda tabiat dunyosidan tashqari har qanday mavjudlikni inkor qilish, o'zining kelish manbasini e'tirof qilmaslik xohishida Allohdan iborat bu haqiqatga jang e'lon qilmoqchi, yaratquchining o'ziga ato qilganlarini go'yo o'ziga mangulik baxshanda qilingan narsa sifatida qarab, anga isyon ko'tarmoqchi va bu istaklarni har xil safsatlar orqali aqlamoqchi bo'lishdi. Taqa ba'zilarga bu yetmadi. Hatto bu ish chakdan eshib, o'ziga o'zini xudo qilib tiklashni va har insonning o'ziga o'zini xudo qilib saylashini aqlliq deb ko'rsatish darajasiga berib yetdi. Mana bu xil hadislarning hammasi saf fitrat va ilohiy yetakchilikning chaqiriqidan qayib ketishining oqibati bo'lib, to'g'risini aytganda, buni Allohdan iborat uning haqida faqat u bildirgan bo'yicha to'g'ri bilimga ega bo'lish mumkin bo'ladigan zotning bildirgi va ta'limlaridan yiroqlashganligining natijasi deb aytish mumkin. Yig'ib aytganda, Allohning mavjudligini bilishdan iborat bu zaruriyat har davrda o'z taqozosini ifodalab, muhimligini isbotlab, bu vaqtdagi ilm ma'rifatning inson hayotining bir butun o'zgarishiga ta'sir ko'rsatadigan muhim omil ekanligini isbotlab keldi. Chunki baxt saodatlik hayotga erishish orzusi har bir insonning mayli u qaysi irq, qaysi millat, qaysi din ahli bo'lishidan qat'iy nazar hammaning o'rtaq g'oyasiga aylangan edi. O'sha bu g'oyani amalga oshirishdagi tunji qadam bo'lsa, o'zining boshqa mavjudliklardan farqlanib turadigan alohidaligini tunib yetish, ya'ni aqldan iborat bu vosita orqali saodatga erishishning ochqichi bo'lgan Allohning mavjudligini aqida qilish ilm ma'rifatiga ega bo'lgan edi.
Bu jihatdan Allohning mavjudligini to'lib yetish inson hayotining hayvoniy hayot ahlidan farqlarga hamda ma'niga ega ekanligini ifoda qilishda birdan bir yo'l bo'lib keldi.